Meni chiroyli tuqqan. Rohatini sen ko'rib yuribsan. Mazzami? Katta xolayni mazzasimi? Peshanangni qara. Hech sizib qo'ysa vertolyot qo'nadi. Qachon uylanasan? Uylanaman, dada. Sotoqo'zi. Sep qo'yib yuboryapti. Salidor sumkasanmiki, amyak sumkasanmiki? Assalomu alaykum tog'a, yaxshimisiz? Yo, alaykum assalom. Garshok uylar yo'qmi? Garshok bor nimaga? Bolamga kerak edi. Bolamga nechinchi yilsan? 2008. 2008 bo'lib turib uylanding, bolang bor? Ha? Davay jigarlar. Sochimni oldimmi? Endi dadamning sochini ham olaman. Davay. 30 yil avval uxlab yuborsam bo'lardi ekan. Bo'ldi, shartingni bajaraman. Raqsmi? Raqsda iti bo'ladi. Bu hayvon nima uylanmayapti desam, mana shu zaxda yotaverib uylanmaydigan bo'lib ketibdi-da. Mayka qo'yag'i. Seni to'yini qilamiz o'g'lim. Rahmat, men tayyorlanay dada bo'lmasam. Davay, qalamni uchini chiqar. Nimaga dada? Spiska yozamiz, to'yinga nima ketadi? Ha, dada, hop. 3 kilo bo'lmaga. Bo'ldi, aytaman. Assalomu alaykum dada. Ya, va alaykum assalom. Kuyov bola qalay uylangandan keyin hayot? Hayot zo'r. Men bitta narsani tushunib yetdim. Kelingiz ham aytayapti, biz alohida yashaymiz. Hayvon. Sen alohida yashamoqchisan-da, to'g'rimi? Yo, qo'ling tushir, bo'ldi, urinma. Hayvon, sen alohida yashamoqchisan, to'g'rimi? Ha, dada. Kelin aytdi, to'g'rimi? Kelinim aytdi. Bo'ldi, tayyorlaninglar, narsalar yig'ishtiring. Bo'ldi, dada, rahmat. Hop. Alohida yashaning, men o'lay. Men sizga aytdimmi? Hozir dadamning xizmatini qilib o'tirganimizda issiq uyda kirib yuvardik. Yurib.